Bugun sizlar bilan именно installyatsionniy unitazlar haqida gaplashamiz. O'zbek tilida bu devor ichi fayans orqasida qoladigan unitazlar hisoblanadi. Bularni nima plyus taraflari bor? Hozirgi zamon talabiga qaraganda eski unitazlardan birinchidan estetika, ikkinchidan eski unitazga kelayotgan trubalar va quvurlarni ko'rinmasligi. Ya'ni buni yopiq montaj deyiladi. Uchinchidan bu kelajakda tozalash uchun juda qulay bir variant. Ovoz eng главный taraflari ovozi oddiy eski unitazga qaraganda juda past. Instruktorga keladigan bo'lsak, bu birinchidan karkaz, усиленный, ya'ni metal konstruksiyasini devor qalinligi kuchaytirilgan va qalinligi qalinlashtirilgan bo'ladi. Ya'ni o'shaning uchun bemalol buni рабочий kilosi 150 o'rtasida hisoblanadi. Plus minus 150 kilo. Ikkinchidan sizga berilgan tanlov, sizga pnevmatik kerakmi yo mexanikmi? Mexanik bilan pnevmatik tugmalarning orasidagi farqi faqat shovqinda bo'lishi mumkin. Hozirgi zamon talabiga qaraganda ko'pincha pnevmatik ko'proq ishlatilyapti. Siz dizayningizga mos keladigan knopkalar tanlashingiz mumkin. İçidagi mexanizmi qanchalik надежный, qanchalik ko'p ketadi. Birinchidan buniga ishlab chiqarilayotgan klapanlari kamida 20 yil xizmat qilib berish kerak. Undan tashqari shlangiga keladigan bo'lsak, bu ham spesial ovozi pasaytirilgan bo'ladi va o'ta qalin devordan ishlatilgan yuqori sifatli material ishlatiladi. Chunki bu kamida 30 yilgacha yetib berish kerak. Kelajakda agar men shu mexanizmni nimadir bo'ldi, buzilib qoldim, qattiq qo'lim bilan urib jahlim chiqib ketdi. Bularni qanaqa almashtirsa bemalol hamma narsasi bor. Masalan, отдельный tugmalari bo'ladi. Hozir bu ko'rayotganingiz bu pnevmatik, shu ovozi pastroq. Ichidagi mexanizmi nimadir bo'lib qoldi, hamma narsa shu klapanlardan tortib, ichidagi mexanizmlardan tortib hamma narsa atigi shu oyna orqali hammasini almashtirsangiz bo'ladi. O'zi kamida ichidagi mexanizmi 10 yildan 20 yilgacha bemalol xizmat qilib berish kerak. Savol beradi, ustanovka bo'yicha qiyinmasmi, qiyinmi degan savolga keladigan bo'lsak, o'zi har doim instruksiyani ochib o'qishingizni tavsiya qilamiz, lekin oddiy tilda mana 1 metr degan chizuv belgilanadi. Bu degani sizni pol, ya'ni nolingizdan, tayyor nolingizdan shotgacha 1 metr bo'lishi kerak degan ma'noni bildiradi. Undan tashqari o'zini juda kuchaytirilgan oyoqchalar bor. Agar e'tibor bersangiz, shu oyoqchalar teppa-past, ya'ni polizni, noldan past polizni, chirnovoy polizni siz o'zingiz regulirovka qila olasiz. Noldan 1 metrgacha olib kelasiz va shu kabi kronshtaynlarni qo'yib o'rnatsangiz bo'ladi. Agar bachok sifatiga keladigan bo'lsak, hech qanaqa suv sifatidan qo'rqmaydi. O'zbekiston bo'yicha hamma joyga qo'yishingiz mumkin. O'zidan o'zi qanaqadir treshina berib, sinib ketish umuman ehtimoli yo'q. Aytgancha, bu sifatning nomi Wasserman deyiladi. Va Wasserman installyatsiyalarini keng assortiment kerak bo'lsa, albatta Nero do'konlariga murojaat qiling.